Xo'sh, video boshlandimi? Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan top qurol modlarini ko'rib chiqamiz. Birinchi modimiz. Xo'sh, nomi. Upload gun. Birinchi emas, to'rtinchi. To'rtta mod. Xo'sh, nomi upload guns. Mana shular. Xo'sh, granata. Xo'sh, aka. Qiriydi, xullas shunaqa. Do'stlar, buni qaranglar. Mana o'tirguncha hattoki oyoq effektlari bilan chiroyli tushgan. Granatalar. Wow. Просто shedevr. Lekin bitta yomon tomoni hozir ko'rsatmasam bo'lmaydi. Mana zombi. Mana million to'q otyapman. Zombiga dashi bir uron ham ketmayapti. Shuning uchun bu qurolda 3D'ligi uchun 3-chi o'rinda. Qani, bo'pti mayli. Lekin mana uni o'qlar tushgandagi animatsiyasi juda yoqdi. Xo'sh, 3-chi modga o'tamiz. Xo'sh, do'stlar, 3-chi modga o'tamiz. 3-chi mod bu 3-chi qurol modi bu. Nomi Asia East Asia Perfect. Nomi shunday tepalarda chiqib turadi. Modlar kerak bo'lsa, meni Telegram kanalimga o'tib, o'sha yerdan yuklab olsanglar bo'ladi. Telegram kanal linki opsiyani. Xo'sh, bu mod menga juda yoqdi. Bu ham 3D qurol modi. Ham bu yerda mana bu narsa. To'xtanglar. Buni kim qildi? Hozir topaman. Kim qo'ygan? Qo'y, sen qildingmi? Ayt. Bo'pti mayli. Keyin shug'ullanaman sen bilan. Xo'sh, bundagi mana shu narsa menga juda yoqdi. Kinolarda ishlatsa bo'ladi. Endi bu ham shunday o'tirsa, shiftni bossa, keyin tushunchani o'ng tugmasi bilan otilar ekan. Ta. Bu so'roq bo'lib ketibdi. Bu o'ldiradi modlar. Menimcha bu bo'yay moddi. Natijasi yerga o'xshab qoldi. Mayli tursin. Xo'sh, bu mod bilan shitlar qiynab ko'ramiz. Bitta gapiring. Videom uchun. Men senga akam bo'laman. Sening videong bir tiyinlik qilman. Sening videongga gapirmayman nahvoy. Biroz shunisi nato qilyapsiz. Endi o'qdan yeysiz. Vahaha. Ular tursam, mana ko'rdinglar, shitlar yozib turibman. Yo'qol. Zombilarni ham o'ldirsanglar bular bemalol. Nima bu mod 3-chi o'rinda oldi desanglar, buni bitta tomoni ekan, buni o'qi yo'q. Buni o'q qolmay qolsa nima qilamiz? Buni o'ylardi. Keyin ba'zida tugmalar ishlamay qolar ekan. Shift bosib o'tirmayapti. Menimcha bu mana o'ntasi bu sakrash. 3 yurgan ekan.
Mana, mazza o'ynaysizlar. Qandaydir bak bo'lib qoldi. Xullas, necha kerak? 2-chi raqamni modga o'tamiz. Sizlar esa obuna tugmalarini bosib qo'yinglar. Qani ketdi. Xullas. Top 2-chi mod. Xo'sh, mana top 2-chi mod. Bu yerda hakim sinab ko'radiganlarimiz albatta bu narsalar ko'rmagan ekan. Bu modda qanday o'qlaymiz desanglar, xo'sh, hakimni o'qini bu yerga qo'yasizlar va sichqoncham o'ng tugmasini bosasizlar va o'qlaydi. Qani endi Creeper'da sinov o'tkazamiz. Bu yerda o'qlardi dasha tushgan effektlari ham bor ekan. Tushib ketekan. So'rsa ham bir ekan, baribir yo'q bo'lib ketekan. Bu moddan ko'rdilari. Bu bilan ham bemalol chetillardi. O'zing xohlaganlarcha qilsanglar bo'ladi. Lekin bu yerda ko'p qurollar yo'q ekan. Shunisi yomon ekan. Xullas, bu yerda skop bor. Xullas, xohlagan narsalaringni qo'yib o'ynasanglar bo'ladi. Men buni ko'rmadim. Xullas do'stlar, shu yerda video tugaydi. Birinchi modim. Birinchi raqamli mod buzilganligi sababli, qandaydir xato sababli buzilib qoldi. Shuning uchun ishlamay qoldi. Shuning uchun videoni shu yerda tugataman. Albatta yoqqan bo'lsa